Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Xudo xolasa bu obyektimizni yakuniga yetkazib, xonadon egalariga juda go'zal ko'rinishda tunikofon ishini topshirib berdik. Ustalarimiz tomonidan xudo xolasa sifati a'lo darajada bo'lib chiqdi bu obyektimiz ham. Ko'rib baho berasizlar. Yoqayotgan bo'lsa bittadan like tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kanalimizdan uzoq ketmanglar, boshdan oxirigacha ko'ringlar. Qanaqa joylar bo'lgan, nimalar bo'lganligini ko'rsatib o'tamiz. Bu obyektimizga 0.35 listdan foydalanganmiz. 130 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Usta Bahramjon kanalidan chiqadigan akalarimizga xudo xolasa buni skidkalarini qilib beramiz. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan tunikalarimiz zanglamaydi, chirimaydi. Mana ayvoniga kelsak, ayvonni Cobra fason pianino holatda qilib chiqarib berganmiz. Juda go'zal holatda bo'ldi. Ko'cha tomondan kelganda MDF Cosmos fason bo'lgan. Ayvoniga mana chiqqanimizda oyna rombi Cobra pianino fasonda qilib berganmiz. O'zgacha bir chiroyli holatda bo'lib turibdi. Kimga shunaqangi go'zal ishlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Telefon nomerlarimizni qoldirganmiz. Telefon nomerlarimiz bor. WhatsApp, Telegram, Rossiyada ishlab yuradigan akalarimizga imo ham qo'yib qo'yganmiz. Imolarimiz ham bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. 130 ming so'mdan reyka, tunika, usta xizmati, dastavkasi hamma yo'g'i o'zimizdan bo'ladi. MDF Cosmos attenniy hisoblanadi akalarimiz. Xudo xolasa turli tunikamiz ham bor. 037 tunikalarimiz ham bor. Kimga qanaqa tunika, qalin yupqaligiga qarab bo'ladi. Turli tunikamizni 140 ming so'mdan xudo xolasa qilib beramiz. Uni ham skidka bonuslari bor. Xudo xolasa qilib beramiz shunaqangi go'zal ishlarni. Sifati a'lo darajada xudo xolasa. Mana bu shapkasiga ham bir chiroyli holatda bo'lgan shapkalar ham qoshi 90 gradusli Navo karnizlari bilan qilib berganmiz. Ko'cha tomonlari ham bo'lgan. Bu obyektimiz travertillari bo'lib, biz tunikafon ishimizni ancha go'zal holatda qilib ko'rsatmoqda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilib yuringlar.